Homilador ayol organizmida foliy va kislota yetishmasa qanday asoratlarga olib keladi? Homilador ayol uchun foliy va kislota eng muhim vitaminlardan hisoblanadi. Chunki foliy va kislota vitamin 9 hisoblanadi. Foliy va kislota homiladorlikning dastlabki haftalarida 12 haftagacha homilaning organlari shakllanayotgan paytda uning organlarining normal shakllanishiga yordam beradigan vitamin hisoblanib, bu tug'ma rivojlanish anomaliyalarini oldini oladi. Ayniqsa nerv trubkasi anomaliyalarini. Bu bosh miya anomaliyasi, anencefaliya, orqa miya anomaliyasi, orqa miya churasi kabi anomaliyalarni oldini oladi. Shuning uchun ham homilador ayol homiladorlikgacha 3 oy muddatda va homiladorlikning dastlabki 12 haftaligida, ya'ni organlari shakllanayotgan paytda homilani foliy va kislota qabul qilishlari kerak. Amaliyotimizda homilador ayollarni ultratovush tekshiruvlaridan o'tkazayotgan paytimizda ularning homilasida bosh miya anomaliyasi, orqa miya anomaliyasi, ya'ni tug'ma rivojlanish nuqsonlari aniqlangan paytda ularning anamnezini so'raganimizda ular shu homiladorlikgacha va homiladorlikning dastlabki muddatlarida foliy va kislota qabul qilmaganliklari ma'lum bo'ldi. Bu o'sha tug'ma rivojlanish anomaliyalariga olib keluvchi sabablardan biri hisoblanadi. Chunki tug'ma rivojlanish anomaliyalariga olib keladigan sabablar mutatsiyalar, irsiy sabablar, boshqa omillar bo'lishi mumkin. Mana shu omillarning biri bu foliy va kislota yetishmovchiligi hisoblanadi. Shuning uchun ham homilador ayol albatta homiladorlikgacha bo'lgan 3 oy muddatda va homiladorlikning dastlabki 3 oyligida foliy va kislotani qabul qilishi zarur hisoblanadi. Homilador ayol foliy va kislotani me'yorida qancha miqdorda qabul qilish kerak? Homilador ayol homiladorlik paytida foliy va kislotani 1 milligramdan iste'mol qilish kerak. Foliy va kislota 1 milligramdan chiqariladi. Demak, bir tabletkadan bir mahal ovqatdan oldin yoki ovqat vaqtida iste'mol qilinadi. Ya'ni o'sha homiladorlikni rejalashtirgan ayollar homiladorlikgacha 3 oy muddatda va homiladorlikning dastlabki 3 oyligida bir tabletkadan bir mahal qabul qilishlari kerak. Tabletkani nojo'ya ta'sirlari bormi? Tabletkani foliy va kislota tabletkasini nojo'ya ta'sirlari ko'pincha bo'lmaydi, faqat individual qabul qila olmaslik holatlaridagina qabul qilmasligi mumkin. Boshqa hamma holatlarda qabul qilinadi va foliy va kislota retseptsiz ham beriladi. Nima uchun homilador ayol homiladorlikni rejalashtirganda o'sha homiladorlikgacha bo'lgan 3 oy muddatda foliy va kislotani qabul qilishi kerak? Chunki homilador bo'lganigacha organizmda foliy va kislota yetarli bo'lishi kerak. Nimaga desak, chunki ayol kishi homilador bo'lishi bilanoq homiladorlikning dastlabki 26 kunigacha nerv trubkasi shakllanib bo'ladi. Ya'ni nerv trubkasi shakllanadi deganda nima? Agar foliy va kislota yetarli bo'lsa organizmda, demak orqa miya churasi bo'lmaydi. Yoki bosh miya anomaliyalari, anencefaliya, ensefalasiyali, bosh miya churasi kabi anomaliyalar yuzaga kelmaydi. Agar homiladorlikgacha foliy va kislota qabul qilmagan bo'lsa, organizmda foliy va kislota yetarli bo'lmasa, albatta yuqorida aytgan tug'ma rivojlanish nuqsonlari bilan bolalarning tug'ilish xavfi yuqori bo'ladi.